Assalomu alaykum. Qadrli YouTube tomoshabinlari, Biogumuz biznesiga qiziquvchilar. Mana bugun yangi bioreaktor qildim. Kichkintoy xonacha bu sarayimiz. Bu yerda oldin bedana boqilgan. O'sha bedanaga mo'ljallab qilingan edi o'zi. Endi mana shunga xizmat qilyapti. Men o'zi domda turamiz. Domda sal qo'shnilar bilan muammo bo'layotgani uchun ko'chada qila olmaymiz. Огородim ham bor o'zi kichkintigina. Xullas bu kichkina bioreaktor. Nechaga necha desammikin bu. Umumiy hisobini olib qaraganda 13-14 metr. Taxminan bir 26 kvadratligi, даже 30 kvadratga yaqin joy. Chunki bu yerda mana solingan, bu yerda 2 metrdan oshiq solingan. Ular shu hozir bahorgacha chuvalchanglarni ko'paytiramiz. Anta tashqarida kichkina огородcham bor, u yerda ham bioreaktorim bor. Hali yana yarim zil go'ng qolgan. Bu yerda go'ng qanaqa desammikin? Bu yerda 6 oylikmi? 6 oylik go'ng, 6 oylik go'ng quritilgan quruq holatda kelgan. Buni ho'llavordik. Yaxshilab turib ho'llab, selgitib, keyin yoydik. Hozir endi qizish jarayoni bo'lyapti. Chuvalchang solingan. Endi hozir kunlar sovuq, sovuq emas u. Anchagina yozga nisbatan sovuqroq. Shundan chuvalchanglar tuxum qo'yishdan to'xtadi. Chuvalchanglarni bu yerga necha kvadrat desammikin? Taxminan bir 2 kvadrat hozir solindi. Yana ertaga xudo xolisa, Alloh nasib, yana bir 2 kvadrat solamiz-da bu yerga. Bu yoq tomonini qo'shib yordik. Bu yerda bor edi. Bu yerga 2 kvadrat alohida solgan edim. Bu yerda chuvalchanglar yaxshigina o'rnashib olishgan. Endi mana bu men yangiman bu sohada, hali sotganim yo'q, lekin chuvalchanglarim ko'paydi. Allohga shukr. Qibraydagi ukalarim Davron bilan Elbek yordam berishdi. Aloqaga chiqdik ularga. 2 kvadrat birdaniga olmadim-u. Birinchi 1 kvadrat oldim. Keyin yana bir oydan keyin yana 1 kvadrat oldim. Natija yomon emas, Xudoga shukr.